embrional qon hosil bo'lishi. Post embrional. Post embrional qon hosil bo'lishi bola dunyoga kelgandan keyin amalga oshadi. Post embrional qon hosil bo'lishida asosan o'zak hujayralar ishtirok etadi. O'zak hujayralar. Maksimov aytganidek, jamiki qonda shakilli elementlarini hosil qiladigan bitta hujayra borki, u hujayra jamiki qonda shakilli elementlarni hosil qilib beradi degan. Bu hujayra o'z navbatida o'zak hujayra hisoblanadi. O'zak hujayra. O'zak hujayra shakl jihatdan yumaloq shakldagi hujayra bo'lib, shakli kichik bo'ladi, 8-10 mikrometr tashkil qiladi. Yadrosi yumaloq shaklda va markazda joylashgan, organoidlari kuchsiz rivojlangan bo'ladi. Faqatgina bularda ham ribosomalar bilan polisomalar ko'pligi bilan qolgan organoidlar, qolgan hujayralardan farqlanib turadi. O'zak hujayrasining shunday xususiyati bor. U necha marta mitoz usulida bo'linib ko'paysa ham o'zini saqlab qoladi, yo'q bo'lib ketmaydi. Masalan, o'zak hujayra bir marta mitoz usulida bo'lindi. Birinchi hujayra funksiya bajarish uchun ketadigan bo'lsa, ikkinchi hujayra yana orqasiga qaytarib o'zak hujayrani o'rnini egallab oladi. Shuning uchun o'zak hujayra necha marta mitoz usulida bo'linsa ham hech qachon yo'qolmaydi, o'zini saqlab qoladigan hujayra hisoblanadi. Kattaligi 8-10 mikrometr va bu mikroskop orqali bo'yalganda xuddi leykotsitlarga o'xshab, limfatsitlarga o'xshab bo'yaladi, to'q binafsha rangda bo'yaladigan hujayra hisoblanadi. Endi o'zak hujayra jamiki qonda shakilli elementlarning boshlang'ich hujayrasi sifatida yuritiladi. Post embrional rivojlanish paytida qon hosil bo'lishida, o'zak hujayra ikki xil usulda differensirovkalanadi. Birinchi turida mieloid birlamchi hujayraga differensirovka bo'lsa, ikkinchi turida limfoid birlamchi hujayraga ixtisoslashadi. Mieloid birlamchi hujayradan o'z navbatida eritrotsitlarda hosil bo'lishda ishtirok etadigan hujayralar, limfatsitlarda hosil bo'lishda ishtirok etadigan hujayralar, monotsitlarda hosil bo'lishda ishtirok etadigan hujayralar va o'z navbatida megakariyoblast hujayralarni hosil bo'lishda ishtirok etadigan hujayralar shakllanadi. Bu faqat mieloid birlamchi hujayradan 4 ta usulda takomillashadi. Keyingisi limfoid birlamchi hujayra. Limfoid birlamchi hujayra faqat 2 ta usulda takomillashadi. Bunda qanday bo'ladi? T limfatsitlarda hosil bo'lishda ishtirok etuvchi hujayralar va o'z navbatida B limfatsitlarda hosil bo'lishda ishtirok etadigan hujayralar takomillashadi. B limfatsitlarda hosil bo'lishda ishtirok etadigan hujayralar. Endi o'zak hujayralar, bular pluripotent hujayralar nima degani? Ko'p tarmoqli hujayra degani. O'zak hujayra ixtisoslashganda xohlasa T limfatsit, xohlasa B limfatsit, xohlasa eritrotsitlar, monotsitlar yoki bo'lmasa trombotsitlar hosil bo'ladi. Va o'z navbatida o'zak hujayra pluripotent hujayradan keyin mieloid va limfoid birlamchi hujayraga o'tganda polipotent hujayraga ixtisoslashadi. Polipotent. Bu ham xuddi shunday, polipotent hujayra. Bu hujayralarda ham o'z navbatida xohlagan qonning shakli elementlari hosil bo'ladi degan. Va bundan tashqari yana bitta turi bor. Bular o'z navbatida unipotent hujayralar deyiladi. Unipotent hujayralarda o'z navbatida yakka holatda eritrotsitlar, limfatsitlar, monotsitlar va trombotsitlar shakllanishi kuzatiladi. Bular ham o'z navbatida unipotent hujayralarga kirib ketadi. Eritrotsitlarning hosil bo'lishi, ya'ni eritrotsitopoiez. Eritrotsitlarning hosil bo'lishida suyak ko'migidan boshlanishni oladigan bo'lsak, birinchi suyak ko'migida o'zak hujayralar joylashgan bo'ladi. O'zak hujayralar o'z navbatida mieloid birlamchi hujayra va limfoid birlamchi hujayraga takomillashadi, ixtisoslashadi. Mieloid birlamchi hujayradan birinchi navbatda eritroblast hujayralari shakllanadi. Eritroblast hujayralari shakl jihatdan yirik hujayralar bo'lib, uning kattaligi 20-25 mikrometrga yetadi. Yirik, yumaloq shakldagi yadrosi markazda joylashgan bo'ladi. Organoidlari kuchsiz rivojlangan bo'ladi. Faqatgina ribosomalari ko'pligi bilan qolgan hujayralardan farqlanib turadi.
Keyingi hujayra eritroblast hujayrasini 20-25 mikrometrdan tashqari sal kichikroq formalarni ham uchratishimiz mumkin bo'ladi. Ularning diametri 12 dan 18 mikrometrgacha bo'ladi. Keyingi hujayramiz pronormatsit hujayrasi. Eritritsit hujayralarida organoidlar sekinlik bilan ixtisoslashishi bilan, organoidlar sekinlik bilan takomil etishi bilan o'z navbatida pronormatsit hujayrasiga aylanadi. Eritroblast hujayrasi mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Mitoz usulida bo'linib ko'payish natijasida pronormatsit hujayrasiga aylanadi. Pronormatsit hujayrasi shakl jihatdan yirik hujayralar bo'lib, ularning kattaligi 14 mikrometrdan 20 mikrometrgacha bo'ladi. Yadrosi yumaloq shaklda. Yadrodagi xromatinlar yadroda bir xil tekislikda tarqalgan bo'lib, yadroga to'g'risimon shaklda beradi. Yadrochalari ixtisoslashgan bo'ladi. Bularda ham o'z navbatida organoidlar sekinlik bilan rivojlanib, ribosomalar yana ko'proq bo'ladi. Keyingi hujayra pronormatsit hujayrasi mitoz usulida bo'linib ko'payish natijasida va sekinlik bilan o'zida gemoglobinni to'plash natijasida normatsit bosqichiga o'tadi. Normatsit bosqichida yaxshilab e'tibor beringlar. 3 xil bosqich farqlanadi. Birinchi bosqich bazofil normatsit, polixromatofil normatsit va aksifil normatsit. Bazofil normatsitlar shakl jihatdan yumaloq, yadrosi sekinlik bilan zichlashishni boshlagan, organoidlar kuchli rivojlangan va mikroskop orqali Romanovskiy ginza usulida bo'yab ko'rganimizda binafsha rangda bo'yaladigan hujayralar hisoblanadi. Binafsha. Bazofil normatsit bosqichida eritrotsitlar hech qanday gemoglobin sintez qilmaydi. Faqatgina elektron mikroskop bilan ko'rganimizda bazofil normatsitda ferritin donachalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ferritin donachalari degani bu o'zida temirni juda yuqori saqlovchi oqsil granulalar degan ma'noda ishlatiladi. Endi bazofil normatsit bosqichidan bu ham o'z navbatida mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Bazofil normatsit bosqichidan polixromatofil normatsit bosqichiga o'tadi. Bunda qanday bo'ladi? Hujayra shakli yumaloq, yaxshilab e'tibor beringlar. Yadrosi zichlashgan va g'ildiraksimon ko'rinishda olgan. Organoidlar kuchli ixtisoslashgan va yadroning atrofida gemoglobin donalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu bosqichda polixromatofil normatsit bosqichida eritrotsitlar sekinlik bilan gemoglobinni sintez qiladi va gemoglobin yadro atrofidan tarqalishni boshlaydi. Keyingi bosqichi va qaranglar, polixromatofil bosqichida mitoz usulida bo'linib ko'payish to'xtaydi. Sabab nima? Yadro zichlashyapti, g'ildirak ko'rinishda olyapti, mitoz usulida bo'linish qobiliyatini yo'qotyapti. Keyingi bosqich bu oksifil bosqichi. Oksifil bosqichida yadro zichlashib kichiklashadi. Va sekinlik bilan yadrolar oksifil bosqichida yadrolar periferiyaga itarilishni boshlaydi. Organoidlar, yadrolar hammasi hujayrada gemoglobin ko'payib ketgani hisobiga sekinlik bilan chekkaga surilishni boshlaydi. Itariladi chekkaga. Chekkaga surilgandan keyin oksifil bosqichini eng oxirgi bosqichlarda buni yadrolar, organoidlar tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Mana yadrolar, organoidlar hujayradan tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Bu chiqarib yuborilganda 35 nanometrgacha bo'lgan hujayraning ma'lum bir qismi uzib tashqariga chiqarib yuboriladi. Tashqariga chiqib ketgan yadrolarni, hujayra organoidlarini makrofag hujayralari o'z navbatida yeb bitirib berish vazifasini bajarib beradi. Endi oksifil bosqichidan sekinlik bilan o'z navbatida gemoretikulativ bosqichiga o'tiladi. Gemoretikulativ bosqichida hujayra to'liq, eritrotsitlar to'liq shakllanib bo'lgan, disksimon ko'rinishda olgan, markazi oq, periferiya markazi botiq, chekkasi qabariq shaklida olgan va bundan tashqari holatda gemoretikulativ bosqichida yaxshilab e'tibor beringlar. Organoidlar qisman saqlanib qolgan bo'ladi. Organoidlarda nimani ko'rishimiz mumkin biz? Ribosomalarni, mitoxondriyani va o'z navbatida vakuollarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Gemoretikulatsit hujayralar o'zidagi organoidlarni to'liq chiqarib yuborib, o'z navbatida sekinlik bilan eritrotsitlarga aylanadi. Bu bosqich hosil bo'lishi uchun 72 soatgacha vaqt ketadi. 72 soatgacha vaqt ketadi. Yaxshilab e'tibor beramiz endi. Qarang, o'zak hujayralar bular mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Faqatgina mitoz usulida bo'linib ko'payish vaqti 7-8 kunda o'z ichiga oladi. 7-8 kunda mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Mieloid birlamchi hujayralar bular ham o'z navbatida mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Eritroblast hujayralar bular ham o'z navbatida mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Pronormatsit hujayralari mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Pronormatsit hujayrasi normativ bosqichga o'tgandan keyin bazofil normativlar mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Palaxromatofil, oksifil normativlar esa mitoz usulida bo'linib ko'paymaydi. Bu jarayonda bo'linib ko'payishda 7 martagacha hujayralarda bo'linib ko'payish kuzatilgan ekan. 7 martagacha. Bu degani bitta o'zak hujayradan birda haligi 2 ni kvadrati 7 desa deydi-ku, xuddi ana shunday. Mana 2 ni 7-chi darajasidagi hujayralar hosil bo'ladi. Bizda bitta ahamiyatli hujayramiz bor. Bu hujayramiz makrofag hujayrasi hisoblanadi. Makrofag hujayrasi. Suyak ko'migida makrofag hujayralari yoniga eritrotsit hujayralarni o'zaro yiqqan holatda orolchalar hosil qiladi. Orolchalar, ya'ni qonning orolchalarini hosil qiladi. Qon orolchalarida o'z navbatida eritrotsitlar takomil etadi. Bu qon orolchalarida makrofag hujayrasining atrofida biz hamma hujayrani, o'zak hujayrasi, mieloid birlamchi hujayra, eritroblast hujayrasi, pronormatsit, normatsit, gemoretikulatsit hujayralarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bular o'z navbatida makrofag hujayralarda xuddi orolcha shaklida to'planib turadi. Makrofag hujayra bu eraga hujayra hisoblanadi. Eraga hujayra. Nima uchun eraga hujayra? Sabab eritrotsitlarning hosil bo'lishini takomillashtirib beradigan hujayra hisoblanadi. Makrofag hujayra eraga hujayra bo'lishi bilan birgalikda noto'g'ri shakllangan eritrotsit hujayralarini yoki bo'lmasa eritrotsitdan ajrab chiqqan organoidlarni yeb bitirib berish vazifasini ham bajarib beradi. Eritrotsitlar shakl jihatdan farqlanyapti yoki bo'lmasam gen jihatdan farqlanyapti. Makrofag hujayralari u hujayralarni ham yeb bitirib beradi. Bundan tashqari holatda makrofag hujayrasi eritrotsitlarning eraga hujayrasi va ularni shakllantirib berishda ishtirok etib beradigan hujayra hisoblanadi. Endi makrofag hujayrasining atrofida hop nimalar? Sinusoid gemakapillyarlar, ya'ni uzuqli gemakapillyarlar joylashgan bo'ladi. Mana o'sha uzuqli gemakapillyarlar. Uzuqli gemakapillyarlarning endotelisi tanib olish xususiyatiga ega bo'ladi. Tanib olish xususiyatiga ega. Ya'ni nima demoqchi? Endoteliy hujayralari makrofag hujayrasining atrofida turgan bazofil, polixromatofil, oksifil eritrotsitlarni hech qachon qon oqimiga qo'shmaydi. Hech qachon qon oqimiga qo'shmaydi. Faqatgina ular qo'shishi mumkin tayyor bo'lgan eritrotsitlarni tanlab o'tkazib, qon oqimiga qo'shib yuborishi mumkin bo'ladi. Qon oqimida biz qisman ko'rishimiz mumkin bo'ladi gemoretikulatitlarni. Gemoretikulatitlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Gemoretikulatitlar ham jamiki qonda hammasini o'tkazib olmaydi. Faqatgina 1% dan eritrotsitlarni 1% dan 6% gacha bo'lganini qisman o'tkazib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi. Nima uchun men buni aytyapman? Oq qon kasalliklari bor. Oq qon kasalliklari bo'lganda organizmga qon yetishmasligini hisobiga biz eritrotsitlarning tarkibida bazofil, polixromatofil, oksifil normativlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda biz aytamiz, bemorda qandaydir xastalik ketyapti. Shunga qarab turib qon tomirlarida, qonda bu hujayralar mavjudligini ko'rishimiz mumkin bo'lyapti degan tashxisni qo'yishimiz mumkin.